Assalomu alaykum. Hyundai Granger ACG 300 avtomobilimiz. 2015-yil 139 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin. Mashinamizda ikkala orqa qanotlarda kraska tegan joyi bor. Lekin ko'z bilan ko'rib bilib bo'lmaydi, kraska qayerda bor, qayerda yo'q. Bir xil qilib qo'yibdi. Orqa balonlari normaliy. Diskasida ham unaqa shilinib ketgan joylari yo'q deyarli. Oldi balonlari ham chotki. Toza diska. Bitta sal bor ekan. Bitta shinasi ham sal tilinib qolibdi. 5 million won. Mashinamiz narxi 5 million 139 ming kilometr yurgan 3 объемli benzin avtomobil. Bu tomonlari ham toza turibdi. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. Shu orqa ikkita kriloda kraska tegan joyi bor. Qolgan joylarda kraska tegan joyi yo'q. Orqasini isitadi. Eshigi 5 ko'zoy dastur bor. Granger elektronli sidina. Sport rejim, komfort rejimlari mavjud. Sidinalar to'ralasi isitadi. Hypesi bor. Black box'ini olib qo'yib shekilli, monitor, rul isiydi, cruise kontrollari bor. Start stop avtomobilimiz. Mashinamiz panoramasi yo'q lekin. Kelib test drive qilib ko'rasizlar.